Men ChatGPTga u shaytonlar roliga kirishini so'radim va savol berdim. Odamzodning eng yomon qilig'i qaysi degan savolimga u quyidagidek savolimga javob berdi. Odamzodning eng yomon qilig'i qaysi? Alkogol bilan bayramlarni o'tkazish. Nimaga? Alkogol odamzodni sog'lig'ini o'ldiradi va yaxshi kayfiyatni o'ldiradi. Axir ko'p odamlar uchun bu odat-ku. Odat xavfli narsalarni bartaraf etmaydi. Sen aytmoqchisanki, do'sto, alkogol kam ichsa ham baribir sog'liqqa zarar. Ha, uning kichkina dozasi ham odamni kasalliklarga olib keladi. Shunda u faqat kasalliklar uchun xavflimi? Yo'q, u psixikaga salbiy ta'sir beradi va o'zingizni muvozanatingizni yo'qotadi. Shunda u global muammolarga ta'siri yo'qmi? Ta'sir qiladi. Alkogol bog'lanib qolishni olib keladi va sizni kayfiyatingizga salbiy ta'sir beradi. Nimaga unda odamlar alkogolni beozor deb hisoblaydi? U hammasi reklama. Oxiratni ignorirovat qilgan holda hammasi bartaraf etiladi. Shunda odamlar o'ylashyaptiki, do'sto, bayramlarda ichsa ularga qattiq ta'sir bermaydi, to'g'rimi? Ha, lekin bu juda kam dozada ichsangiz ham baribir salbiy ta'siri bor. Ko'p odam hisoblaydi, do'sto, alkogolsiz hayotingiz zerikarli. Bu hammasi illyuziya. Xushchaqchaqlik odamlardan iborat va atmosferada faqatgina alkogoldan emas. Nimaga unda bayramlarda odamlarga alkogolsiz qiziqarli emas deb tuyuladi? Chunki ular hammasi o'rganib qolgan. Alkogolni xushchaqchaqlik bilan birga ishlatishga, lekin gaplashib, xushchaqchaqlashib o'tirish bilan emas. Ular alkogolga o'tirib qolganmi shunda? Ko'pincha ha, lekin ko'plar bu narsani tan olmaydi.